xalqaro konferensiya bo'lyapti. Ya'ni gepatologlar, gastroenterologlar kelgan, Yevropa davlatlaridan, Amerika davlatlaridan kelgan yangi o'sha dori o'ylab topilgan, ya'ni gepatit Dga o'shani taqdimoti bo'lyapti. O'zbekistondan tashqari butun dunyodan olimlar kelgan. Asosiy maqsad o'sha yangi dorini taqdimoti. Komanda bilan kelganmiz. Bundan tashqari o'sha Hakim Sino Medical klinikani vrachlari bilan kelganmiz. Yangi ma'lumotlar bilan ularni boyitib borish kerak bo'ladi. Bemorlarga yangi texnologiyalar bilan, yangi o'sha ma'lumotlar bilan davolash. Hakim Sino Medical klinikasini oldiga qo'ygan maqsadi O'zbekistonda jigar kasalliklari bo'yicha kuchli mutaxassislarni bitta joyda jamlab, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishni. Tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tadbir juda chiroyli o'tdi. Bunda yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aholimizga foydasi tegadigan ma'lumotlar juda ham ko'p bo'ldi. Meditsina xodimlariga tavsiya qilaman, yangi ma'lumotlar, yangi bilimlarga ega bo'lsin va o'shani o'zini davomida ishlatsin. Hayot davomida bemorlarga o'sha aholimizga qay darajada o'sha foydamiz tegadigan bo'lsa, manfaatli bo'ladi.